Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshilar. Qarang, bizda quduq isi boshlanib ketdi. Juda ulkan proyekt bo'ladi bu. Xudo xolasa, yelimizda xalqimizga shunday toza ichimlik suvini chiqarib beruvdi. Vaqt xayrixohlik jamiyati fondu o'z isini boshlagan ekan, qo'llab-quvvatlaymiz do'stlar. Ya'ni beparvolik bilan qaraydigan narsa emas. Bu ulkan proyekt do'stlar. Mishit Alloh taolamizning uyi deb qalay tushunsak, suvda sonday savobi ullo ishlardan bo'ladi. Shu sababli bu yerda beparvolik qilmaymiz, hamma bor diqqatni qaratamiz, yon tarqatamiz, ehson qilamiz, ulashimizni arzda bo'lsa qo'shib qolamiz. Bunday imkoniyat har doim sizga toptira bermaydi, bizga da toptira bermaydi. Shu sababli jan-jahtimiz bilan ko'rsatilgan nomerga chiqib, men ulash qo'shib qolayin degan g'ayrat bo'la kerak bizda. Yelimizga kelib shunday suvni chiqaruvda ustalarimiz yuribdi, harakatni boshlagan. Biz bo'lsak, uyimizda o'tirib, sirtdan kuzatib o'tiruvchi bo'lib qolmaylik. Kelinglar. Bosh yigitlar bo'lsa, so'y kelib soat yaratib turuvchi bosh yigitlar bo'lsa, keling. Ne xizmat ustalar, armasinga keling, abeta keling. Qo'sing, ne bo'lsa da ulaysiz, qo'sib qoling. Qayta aytaman, bu imkoniyat toptirmaydi hech qachon bizga. Bizga kerakli narsalarni aytib o'tadigan bo'lsam, bizga sementdan yordam kerak. Yili bir hozir 20 qalta sementimiz kelgan, Alloh razı bo'lsin, bir yigitimiz ishib berdi. Yana bir 40 qaltaday kerak. Bir mashin shebinimiz kelgan, onu da bir yigitimiz olib kelgan, Alloh razı bo'lsin. Yana bir mashin shebin kerak bo'lib turibdi. Qumimizda keldi, lekin qumdan da yana bir mashin kerak bo'lib turibdi. Yana qayta aytadigan bo'lsam, yana aytadigan narsalarimizda bizga santexnikadan yordam kerak bo'lib turibdi. Santexnika magazinlar chiqsa, arzimagan narsalar bo'lishi mumkin. Mayda shunday narsalar. Kafilni qilamiz. Alloh razı bo'lsin, bir yigitimiz kelib o'tiribdi. Kafildan yordam kerak ekan, yana kafil. 200 kvadrat metrga shitetiqim palovoy kafildan yordam kerak. Alloh razı bo'lsin deb qayta aytib o'tirmiz. Alloh razı bo'lsin do'stlar, sizlardan qo'llab-quvvatlaylik. Juda ajoyib, men uchun jeka o'ta quvonchli xabar bu. Ko'rsatilgan nomerga baylanishga chiqasiz degan umiddamiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.